Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan talab va taklifni ko'rib chiqamiz. Bozorda talab ko'paysa, taklif kamayadi. Xo'p, talab g'olib keladigan bo'lsa, narximiz ko'tarishlikka olib keladi. Taklifimiz g'olib keladigan bo'lsa, narxlar tushishlikka sabab bo'ladi. Nima uchun? Chunki agar biz grafikda ko'radigan bo'lsak, bizda har xil bir strategiyalarimiz bor, urovinglarimiz bor, qarshilik, talab yoki qo'llab-quvvatlovchi nuqtalarimiz bor. Demak, bizga nimani o'rgatishdi? Bizga kerakli bo'lgan yerda qarshilikni o'rgatdi va kerakli yerda qo'llab-quvvatlovchi zonani ham o'rgatdi. Xo'p, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizda mana bu yerda nimamiz ko'paygan? Bu yerda bizda urovnimiz bor va bozor tushib kelayotgan trendda va bizda bu yerda o'rtada nakapleniya bo'lgan va mana bu yerda bozorimizga qarshilik qilib bizga nima qildi? Bu narsani o'rgatishdi. Hop, mana bu yerda odamlar nima qiladi? O'z-o'zidan bozorga qarshilik nuqtaga kelishligi bilan mana bu yerda sotib olgan, ya'ni ko'tarilishlikka sotib olganlar bu yerda o'zini pozitsiyalarini nima qiladi? Yopishlikni boshlaydi. Ya'niki, misol uchun $10 olgan bo'lsa, mana bu zonaga chiqqandan keyin $12 nima qiladi? Odamlar hammasi o'zini qo'lidagi bor narsasini sotishlikka harakat qiladi. Hop, mana bu yerda o'z-o'zidan taklif ko'payib ketadi. Ya'ni taklif ko'payganligi bu bizda bozorni nima qiladi? Keskin tushishlikka sabab bo'ladi. Chunki sotib olayotgan tillovimizni narxi juda ham ko'p, taklif juda ham ko'p. Bozorda taklif ko'payib ketdi, lekin buni badalida sotib oluvchi yo'q, talab yo'q. Bu esa bizda nimani anglatadi? Bu esa bozor mana bu yerdan tushishlikni anglatadi. Hop, biz talab va taklifni stakanlardan ko'rishligimiz mumkin. Ya'ni kimning qancha zayafi bor, zayafga bergan va masalan fiskalipda tiklarni qaraydigan bo'lsak, mana shu zonaga kelganda odamlar renishni ham va limitni ham sotishlarga qo'yib qo'yadi. Demak, mana bu urovenda bozorimiz nima qildi? Biz kerakli bo'lgan uskunalarda kuzatadigan bo'lsak, odamlar bu yerda limit ham qo'ydi va kerak bo'lsa renishni ham qo'yib sotishni boshladi. Va keskin bozor bu yerda nima qildi? Qayrilishlikni boshladi. Hop, mana bu yerda esa bizda nima bor? Qo'llab-quvvatlovchi nuqtamiz bor. Bu esa kuchsiz. Bu narsani sizlar bilan keyin gaplashamiz. Bu yerda hozir bu pozitsiyani nima qiladi? Yangilab o'tib ketadi. Misol sizlarga misol uchun ko'rsatyapman hozir. Mana bu yerda ham biz nima dedik? Qo'llab-quvvatlovchi nuqtamiz bor deydigan bo'lsak, bozor nima qiladi? Keskin mana bu qarshilikdan pastga qarab yo'l olgandan keyin qo'llab-quvvatlovchi nuqtada nima qiladi? Bozor to'xtashlikka harakat qiladi va mana bu yerda ham nima qiladi? Odamlar sotib olishni boshlaydi. Shu yerda biz ham nimaga qaraymiz? Stakanga qaraymiz. Demak, mana bu nuqtada qancha taklif bor va qancha talab bor. Agarki takliflarimiz ozayib, ya'ni mana bu yerda sotuvchilar sotishlikni to'xtatib, oluvchilar esa olishlikni boshlaganda o'z-o'zidan nima qiladi? Mana bu yerda bozor yuqoriga yurishligiga harakat qiladi. Doim bozor bir yerga harakatlanayotganda tabiiyki figuralarni hosil qilib ketadi. Bu narsalarni keyingi darslarimizda o'rganamiz. Hozirgi darsimiz esa bizda faqatgina talab va taklifni ko'rib chiqyapmiz. Demak, mana bu yerga kelganda bozorimiz nima qiladi? Sotib oluvchilar ko'payadi, talab ko'payadi bozor. Chunki narx $12 dan $10 ga tushdi. Demak, tilloyimiz narxi arzonladi va mana bu yerdan odamlar sotib olishlikni boshlaydi. Xo'p, endi qisqacha sizlar bilan bozorni kimlar ko'taradi, kimlar tushiradi? Mana bu taklif, talab va taklifga aloqasi bo'lganligi uchun buni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, oluvchi va sotuvchining turlarini ko'rib chiqamiz. Bozorda ikki xil oluvchi bo'ladi va ikki xil sotuvchi bo'ladi. Birinchi qismi bozor narxida oladi va bozor narxida sotadi. Sotuvchilar ham ikkiga bo'linadi. Bozor narxida sotishadi va bozor narxida nima qiladi? Sotib olishadi yoki sotishadi. Xo'p.
bizda ikkiga bo'lindi: bozor narxida oluvchilar va buyurtma asosida oluvchilar. Qaranglar, bozor narxida oluvchilarni biz ikkiga bo'ldik. Ya'ni sotib oluvchilar bizda ikkiga bo'lindi. Birinchi qismi bozor narxida sotib oladi. Bu nimani anglatadi? Misol uchun biz stakanni ko'rib chiqamiz. Bizda stakanimiz bor va mana bu stakanimizni o'rtalama narximizni $10, bu yer esa 9, $8 qilamiz, bu yer esa 11, 12 va hokazo, ya'ni bu yerda ketaveradi. Hozirgi narximiz $10 bozor ketyapti. Hop, bir odam keldi, nima qildi? Bozor narxida sotib olmoqchi va $10 esa bizda atiga 10 dona bor. Demak, $100lik mana bu yerda sotib olishlik kerak. Hop, mana bu yerdagi buyurtma faqatgina 10 dona. Ya'ni narxi umumiy 10 dona olgani $10 bo'lganligi uchun $100 talab qiladi. Bozor narxida sotib oluvchi qo'lida $100 bor va u kirgan narxni sotib olyapti. Ya'niki mana bu yerdagi har bir nimasini sotib oldi. Narx o'z-o'zidan $11ga nima qiladi? Irg'aydi. Chunki bu yerda hech qanaqa buyurtma qolmadi. Keyingi buyurtma esa bizda $11da. Va bu yerda talab ham bu yerda rol o'ynaydi. Hop, talab ham rol o'ynaydi, chunki bu yerda tilloda talab bor va bizni tilloyimiz esa qaysi yerda? Mana bu yerda. Qo'llab-quvvatlovchi yerda talab ham ko'payyapti va biz stakanga qaraydigan bo'lsak, bozor narxida oluvchilarni kuzatib boryapmiz. Demak, bozor narxida sotib oluvchilar agressiv, ya'ni qattiq olishlik bilan sotib olishyapti. Demak, bozorimiz nima qiladi? Yana ham yuqoriroqga ketishlikni bizga anglatadi. Hop, bu yerda $11dan esa 10 dona bor. Bu esa nima? $110 narxni ko'rsatyapti. Va ikkinchi odam keldi, nima qildi? Bor, yana bitta odamni o'zimiz, balki ikkita odamni o'zi. Ikkita odam $60 yoki $55dan sotib olmoqchi. Demak, $11da faqatgina 10 ta buyurtma bor. Demak, umumiy nimasi buni puli $110 tashkil qiladi va ikki odam keldida mana buni ham nima qildi? Sotib oldi. Narximiz o'z-o'zidan nimaga keladi? $12ga sakrab o'tadi. Hop, biz bozor narxida sotib olishini ko'rib chiqdik. Endi bozor narxida, ya'ni buyurtma asosida sotib olishlik, ya'ni limitni va reynichni deydi. Tamom? Endi limitni sotib oluvchilar nima? Masalan, siz bozorga keldi, bozorda hozirgi narxi bizda $10. Demak, aytadiki, "Yo, men $10dan olmayman, men 9.9ga nima qilaman? Qo'yib qo'ydim limitim." Ya'ni bu yerda 9.9dan men nima qilmoqchiman? 10 dona olmoqchiman. Demak, bizda nima? $99 mana bu yerga sotib olish uchun qo'ydim. Bozor narxida sotib oluvchi bozorni ko'tarishlikka sabab bo'ladi. Limitni sotib oluvchi, ya'ni buyurtma bilan sotib oluvchi bozorni ushlab turishlikka sabab bo'ladi. Agarki mana bu yerdagi odamlar o'zlarini pozitsiyasida qo'rqib yoki o'zini pozitsiyasida tezroq chiqib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana buni qo'ygan narxiga rozi bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Mana shu narxda sotadi. Va bu yerda buyurtmalar ozayganini evaziga o'z-o'zidan narximiz nima qiladi? 9.9ga yoki $9ga ham nima qilishi? Tushishligi mumkin. Ya'ni stakanda mana shunday qilib biz o'rganamiz. Ya'ni narxlar doim mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, buni nimasida sotuvchi ham, ya'ni oluvchi dedik buni biz, mana bu esa sotuvchi ham xuddi shunday ikki turga bo'linadi. Bozor narxida sotadi va limitni sotadi, ya'ni buyurtma asosida sotadi. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, narximiz $10 edi. Nima qildi? Bir odam keldida qo'lidagi bor 10 dona yoki mana bu yerda 10 dona $9 esa bizda 1 dona deydigan bo'lsak, общий nimasi $109 tashkil qiladi. Lekin sotuvchi, bozor narxida sotuvchining qo'lida esa tilloyimiz necha dona bor? 12 dona bor. Ya'ni 12 dona bor. Bu esa kirgan narxga sotmoqchi. Kirgan narxga sotmoqchi va bu yerda asosiy bizda sotib oluvchilar esa limit qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu yerda esa bizda 11 dona. Demak, bu yerdagi har bir nimani ular sotib oldi va bozorning kuchi yetmadi. Ya'ni taklif bor, lekin talabning kuchi yetmadi. O'z-o'zidan narx $9ga nima qiladi? Irg'aydi yoki $8ga bozor tushishlikka sabab bo'ladi. Ya'ni
bir odam keldida qo'lidagi bor nimani renejni bitta sotdi. Sotgani bilan bozor o'z-o'zidan agar mana bu yerda yetarlicha buyurtma sotib olishlik uchun bo'lmaydigan bo'lsa stakanimizda, demak bozor o'z-o'zidan $8 tushadi. Hop, limitni sotishi esa o'z-o'zidan bozorni ushlab turishlikka sabab bo'ladi. Misol uchun narx $10 sotib oluvchilar bor, lekin bu $10 rozi bo'lmadida nima qildi? Bozorni $11 sotishlikka qo'ydi. Lekin bu ham $11 bundan olmoqchi emas. Ya'ni $11 sotib olishlik uchun bizga ishtirokchi kerak, taklif kerak. Taklifimiz bor, talab kerak. Ya'ni mana bu yerda bozor buni sotib olgandan keyingina o'z-o'zidan bozor nima qiladi? Oshlikka harakat qiladi. Bo'lmasa nima qiladi? Mana shu 10 bilan 11 o'rtasida bozor bir xilda yurishlikka sabab bo'ladi. Range ham mana shu shaklda hosil bo'ladi. Ikki tarafda kuchli buyurtma bo'ladi. Bozor bu yoqqa uriladi va bozor mana bu yerga uriladi. O'z-o'zidan shu holatlarda hosil bo'ladi. Demak, grafikdagi qaraydigan bo'lsak, mana bu bizdagi o'rinimizda bozor keldi va o'z-o'zidan limitlarga urilishni boshladi. Bu yerda range yurdida va bu yerda taklif g'olib keldi. Talab esa yo'q. Demak, bozorimiz o'z-o'zidan tushishlikni boshladi va buni ko'rganlar nima qiladi? Bozordan tezroq chiqib ketishlikka harakat qiladi va bozor narxida sotishlikni boshlashadi. Demak, bozor narxida sotyapti va bizda уже nima katta-katta qizil shamlar hosil bo'lishni boshladi. Xo'p, katta-katta shamlarni va boshqa nimalarni ya'ni ko'rib chiqamiz. Asosiy bizda olib sotuvchi talab va taklifni ko'rib chiqdik. Bu yerda bizga stakanlar yordam beradi. Ya'ni stakanlar orqali obyomlarni ko'rib, odamlarni agressivni sotuvchi, oluvchilarni hisob-kitobini olib turib, biz bu yerda nima qilsak bo'ladi? Bozorga kirsak bo'ladi. Misol uchun siz tasavvur qiling, mana bu nuqtadasiz. Xo'p, hozirgi holat, ya'ni mana bu yerdagi bizdagi adashga zonamiz bor. Tamam? Bozor mana shu yerga nima qilishligi, bozor tushib kelishligi. Demak, o'zidan nimani yangiladi va bozor kerakli yerga tushib keldi. Va mana shu yerda siz nima qilasiz? Ko'rasiz. Ya'ni bozorda taklifmi, talabmi, qaysi biri g'olib kelyapti? Ya'ni odamlar sotib olyaptimi, obyomlar chiqyaptimi? Demak, siz bu yerda bozorga qiziqish bor. Demak, siz ham bozorda o'zingizni qiziqishingizni uyg'otsangiz bo'ladi. Ya'ni siz qatori juda ham ko'p odamlar mana bu yerda sotib olmoqchi. Ya'ni bu yerda o'z-o'zidan biz talab va taklifni ko'rgandan keyinla sotib olamizmi? Yo'q. Bu bizda shunchaki bozorni talab va taklifni va oluvchi va sotuvchini holatini o'rganyapmiz xolos. Endi kelajakda bizda switchnoy analiz bor, uровень bor, order block bor. Ya'ni turli bir trading liniyalar bor, turli bir strategiyalar bor. Har bir odam o'zini strategiyalarini mana shu yerlarda nima qiladi? Ishlatadi. Xo'p, bizda darsimizda, meni kelajakdagi darsimda biz har bir narsani o'zini vaqtida, o'zini yerida ishlatishlikka harakat qilamiz. Misol uchun obyom topildi, talab bor, o'ringa keldi, odamlar qiziqyapti. Endi mana shu yerda qanday switchnoy analizlarni ishlatamiz. Xo'p, mana shu narsalar bizga bir-biriga bog'lanib ketaveradi. Ya'ni tasdiqlar juda ham ko'p kerak bo'ladi. RSI nima deyapti, volum nima deyapti? Qaysi yerda o'rin, o'zidan avvalgi stoplarni yig'ishtirdimi? Bozor mana shu yerga kelganda range'ga kirdimi? Bu juda ham uzun mavzu va sizga buni biz kelajak darslarda sekin-sekin o'rgatib boramiz. Ya'ni men o'zimni strategiyalarimni mana bu sohada 6 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, mana shu yerda qaysi holatda bozor burilishligi, qaysi holatlarda bozor davom etishligini ko'rib chiqamiz. Salomat bo'lasizlar. Keyingi darsimizda biz bundan ham chiroyli va bundan ham qiziqarli strategiyalar bilan ulashib boramiz.